Mehmon uchun tayyorlangan har bir tal noz ne'mat uyga barakat berdi. U mehmonlarning oldiga yaxshi chiqinglar balam deydi. Anam rahmatlik. Uyga mehmon kelsin yoki kimmisin tayyorlab qo'ysak, yarim soat vaqt ketadigan qatma-qat chürükembek yeyishlik mahur tayyorladim. Qani elinglar tuqqanlar tetbiqinglar. Oldi bilan qirmekyanning tuxumidan 2 ni chiqib, bir qo'shiq shakar, 3 gram echit qo'shilib, elishtirayotgandan keyin anorining 5 dan xoli silliq ishil ayil undan 300 gram silib, 160 gram ilman suv to'kib, ko'zi bilan elishtirib, 10 gram yemeklik may qo'yib, changboshqa normal yo'g'irgandan keyin xamirni ustidan ishkas ko'pkicha qo'yib qo'yamiz. Yana bir may xamir tayyorlaymiz chimo tuqqanlar. 140 gram un, 20 gram shakar, 70 gram yemeklik may qo'yib, suv qo'ymaylar may bilan la xamir qilib mahva qatma-qat texmi yeyishlik bo'ldi. Qizil yurgingizlarni aymay berayotgandan keyin ko'pkan xamirni yeyib, ustiga may xamirni qo'yib, qatlab yeyib olgandan keyin takrar qatlab yeyib olamiz. Alt raqamlarini ko'proq yo'llatgandan keyin xamirni kesib olib, undan 3 bo'lakka bo'lib kesib, cho'ng'animizning chechini o'rgandek o'raymiz. Anorining unlari davlatning yashil yemeklik o'lchamiga yetgan subsidiyansiz bo'g'achqa uzundan beri uydan ayirmay iste'mol qilib kelyapmiz ham o'zlarga tavsiya qilingan tuqqanlar. Mahvorimizni siz o'tda pishirsak rangi sap-sariq churib yeyishlik pishidi. Hammaymi kuyib ketmaydi. Undan qayta pishirib qolsak, mo'ranga qarib olmay chiroyli pishidi tuqqanlar. Meni qo'shmasangizlar o'zlarga yaraydigan, tetaydigan taomlarni yanglab turmay, yurak berib kunlarni alt raqamlarini ko'proq yo'llab qo'ygan bo'lsangizlar tuqqanlar.